24-yanvar o'tib ketmasidan bizni safimizga qo'shilib qoling. Qarzdorlarning qarzlari yechiladi. Befarzandlarga Alloh taolo shirindan shakar farzandlar ato qiladi. Mushkuli borlarning mushkullari oson bo'ladi. Kasallarga Alloh taolo shifoyi kulli karamlar ato qiladi. Sinovga uchraganlar, musibatga uchraganlar, mushkuli borlar qani? Kelinglar. 24-yanvar kuni hammasiga yechim topiladi inshaalloh. Do'stlar, biz ajoyib xayriyani boshlamoqchimiz. Ko'mir xayriyasini. Kimlarga? Yetimlarga, boquvchisi yo'qlarga, nogironligi bo'lgan xonadonlarga hamda boquvchisi yo'q, erkak kishisi yo'q bo'lgan oilalarga ko'mir xayriyasini olib kelishlikni, ko'mirlarni yetkazishlikni taraddusida turibmiz. Inshaalloh bu 24-yanvar shanba kuni bo'lib o'tadi. Musibatga uchraganlar qani? 10 ming so'm bilan ham musibatlarning arishi mumkin. Befarzandlar qani? 10 ming so'm bilan ham Alloh taolo shirindan shakar farzand berishi mumkin. Sinovga uchraganlar, kasallar qani? Ozgina ehson bilan ham ushbu dardlardan, ushbu sinovlardan qutulishlari mumkin. Bu yerda summa muhim emas, muhimi ixlos va yaxshi ishga sherik bo'lishlik. Chunki Alloh taolo nima degan? Sadaqa tufayli boshlanganga kelayotgan balolarni ko'taraman degan. Payg'ambarimiz alayhissalom bir qancha hadislari bor. Kim birodarini mushkulini artishlikda bir qadam bossa yoki mushkulini aritsa, Alloh taolo ham o'sha bandasining mushkullarini aritadi deganlar. Shunday ekan do'stlar, kelinglar. Siz qanday maqsadda turibsiz? Qanday mushkullaringiz bor? Ozgina ehson qiling. O'zingiz imkoniyatingizdan kelib chiqib, balkim 10 ming, 15 ming, 20 mingdir. Bu yerda pul muhim emas, himmat muhim. Qoldirgan kartalarimizga bemalol hissalaring, qo'shsalang bo'ladi. Endi aytishingiz mumkin, ajoyib ekansiz. Qani menda ham 10 ming so'm, 15 ming so'm pul bo'lganda men ham kartaga tushirardim deb. Xavotirlanmang. Ushbu videomizga like bossangiz ham ana shu ehsonni o'rnida o'tadi. Kommentariyalarda bizni haqqimizga duo qoldirsangiz ham albatta ehson o'rnida o'tadi. Va ushbu videoni ko'pgina yaqinlaringizga jo'natib yuborsangiz ham bu ham ehsonning o'rnida o'tadi. Va albatta bu videomizni o'z istoriyangizga joylasangiz ham ehson o'rnida o'tadi inshaalloh. Muhimi bee'tiborlardan bo'lmasangiz bo'ldi. Nima mushkulingiz bor, ehson qildingizmi? Albatta kommentariyalarda qoldirib qoling. Biz ana shu kuni duosi ijobatlardan sizning haqqingizga albatta duolar olib beramiz.